Boy aka, 33,5 ming dollarga 3 xona 3-etajdan siz uy olgan bo'larmidingiz? Hozir men sizga shuni ko'rsataman. O'zingiz fikringizni kommentariyada qoldirib keting. Mana podest qismi kirish temir eshik qo'yilgan. Mana uyimiz to'liq yer remontdan chiqqan. Mana bu kirib kelish koridori. Mana bu o'ng tomonda oshxonasi, zal, katta yotoqxonasi, detski, mana vannaxona. Men sizlarga zaldan boshlayman. Mana ko'rib turibsizlar, uyimiz to'liq yer remont qilingan. Moshni pollar mana laminat, lyuks remont qilingan. Отопленияni dodasi qo'yilgan. Mana balkon qismi, mana отопленияmiz. Bizda tarakan pechka deydi buni. Lyustrani ko'rasizlarmi? Eng qimmat, eng oxirgi lyustralardan qo'yilgan. Eshiklari ham moshni mana. Eng oxirgi eshiklar. Bunaqa eshik hozir menimcha Gulistonimizda hech kimda yo'q. Vanna eshik. Mana bu vannaxonasi. Vannani ko'rasizlarmi, qanaqa remont qilib qo'yilgan. Aristonda eng qimmati, lampochkani eng qimmati. Bu lampochka orqasidagi lyustrachasi ham zo'r, ko'rasizlar. Shokoladni zayis bu uyimiz. Mana katta yotoqxonasi. Bu katta yotoqxonasi ham to'liq remont qilingan, yevro remont, mana aboylari bor. Oynalarni ko'rasizlar, oyna romlari qanaqa. Romlari ham zo'r, sovetskiy, moshni. Mana bu yerda bu detski xonamiz. Mana eng qimmat aboylar. Aboyda spetsial mana shu joylarni yirtib qo'yishgan, tipa bunaqa loft stil bo'ladi deb. Men ko'rinishim qanday? Mana shu shkafimiz sizlarga bonusga tashlab ketiladi. Mana bu lyustramiz ham sizlarga bonusga tashlab ketiladi. Mana bu shpaklovka joylarini e'tibor bermisizlar, bu spetsial qoldirilgan. Bu bitta uyimizda dizayn qismi hisoblanadi. Mana bu hojatxonasi. Qanday ijod qilishga bo'ladi. Bu mana oshxonasi. Mana bachoklari, moshni bachoklar qo'yib qo'ygan. Bu turbani ko'rasizlarmi, qanaqa fokusni ko'rasizlarmi? Fokus ham zo'r. Eshikni qaranglar, eshik rangini qaranglar. Gap yo'q. Bu uyda remont qilgan ustalarga gap yo'q. Uyda egasining ham fokusi zo'r ekanda. Mana bu oshxonasi, balkon qismi bu. Balkonda eniga 2 metr, uzunasiga 6 metr. Qanday? Zo'rmi? Remonti zo'rmi? Uyimizning joylashuvi 3-mavze, 3-qavat, 3 xona uy. Narxiga keladigan bo'lsak, videoni boshida men sizga aytib o'tib ketdim. Kvadrat metr yoki 68 yoki 70 kvadrat chiqadi. Pastda o'zim raqamni qoldiraman. Shu orqali bog'lashingiz bo'y aka, men sizga egasini uchrashtirib qo'yaman, savdosi halol bo'ladi. Men sizga bu uyni ko'rsatganim uchun men sizdan pul olmayman bo'y aka, savdosi halol bo'ladi. Ko'rishguncha.